Bugun ko'pchilikni qiynab keladigan va yelka bo'g'imida og'riq va noqulay hissiyotlarga sabab bo'ladigan, insonlarni hayot sifatini pasayishiga olib keladigan patologiya yelka bo'g'imini rotator manjetta muskullari sindromi, ya'ni impingement sindromi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan efirda ortoped travmatolog Babayev Sherzod Ergashaliyevich. Yelka bo'g'imini rotator manjetta mushaklarini ezilish sindromi, ya'ni impingement sindrom bu yelka bo'g'imini o'tkir va surunkali og'riqlariga ko'proq sabab bo'ladigan patologiya hisoblanadi. Butun jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini bergan ma'lumotiga ko'ra, insonlar populyatsiyasini har mingtasiga 40-50 ta mazkur patologiya to'g'ri keladi. Travmatologiya kabinetlariga yelka bo'g'imini og'riqlari bilan murojaat qiladigan bemorlarning 50% dan ko'prog'i shu patologiyadan aziyat chekadilar. Impingement so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, to'qnashuv degan ma'noni bildiradi. Bizga ma'lumki, yelka bo'g'imi, yelka suyagini, boshchasi, kurak suyagini, bo'g'im yuzasi va yuqoridan kurakni akramial o'sig'i, ya'ni akramiondan tashkil topgan. Yelka suyagini boshchasi va akramial o'sig'ini oralig'idan yelkani rotator manjetta muskullari o'tadi va yelkani proksimal qismiga kelib yopishadigan maydon hosil qiladi. Bu rotator manjet mushaklarining ustida subakramial sumka, ya'ni bursa mavjud bo'ladi. Bu qo'lni yelka bo'g'imi bo'ylab harakatida yuklamani kamaytirishga va harakatda to'sqinlikni yo'qotishga yordam beradi. Yelkaning rotator manjetta muskullari qo'lni yuqoriga ko'tarish, uzoqlashtirish, yozish, bukish, tashqi va ichki rotatsion harakatlarida ishtirok etadi. Odatda akramial o'siq va yelka suyagini boshchasini orasida kerakli darajada oraliq, ya'ni tirqish mavjud bo'ladi. Bu masofa 7 mm dan 14 mm gacha bo'lgan masofani tashkil qiladi va bu yelka bo'g'imidagi harakatni erkin bo'lishida muhim ahamiyatga ega. Bu muskullarni turli etiologik omillar natijasida yuzaga keladigan patologik holatlar tufayli bu oraliq masofa kamayadi va qo'l harakatga kelgan paytda to'sqinlikka uchraydi va 90% holatlarda bu jarayonda qirra usti muskuli zararlanadi. Bu impingement sindromi deb ataladi. Bu rotator manjetta mushaklarining payining tendiniti va bo'g'im burchiti natijasida yuzaga keladi. Bu holatlarni uzoq davom etishi akramial o'siqda suyaklarning o'sishi, ya'ni osteofitlarning paydo bo'lishiga, xalq tili bilan aytganda tuz to'planishiga sabab bo'ladi. Bu osteofitlar bo'g'imni rotator mushaklar payini yanada qo'shimcha jarohatlanishiga olib keladi. Buni natijasida yuqorida aytilgan mushaklarda yirtilish jarayoni kuzatiladi. Kasallikning xavf omillari: intensiv fizik yuklamalar, ya'ni malyar va shtukaturka bilan shug'ullanuvchi kasb egalari, sport mashg'ulotlari, basketbol, beysbol va og'ir atletika bilan shug'ullanuvchi sportchilar, yelka bo'g'imini tug'ma anomaliyalari, ya'ni akramion o'sig'ini yassi, egilgan yoki ilgaksimon ko'rinishda bo'lishi, bu ko'rinish bo'g'im oralig'ini torayishiga sabab bo'lishi mumkin. Endokrin sistemasining kasalliklarini borligi, qandli diabet, qalqonsimon bez kasalliklari, yelka bo'g'imida o'tkazilgan jarohat va uni oqibatlari, bosh miyada qon aylanishini ishemik tipdagi buzilish oqibatlari va revmatik kasalliklarning borligi. Kasallikda uchraydigan asosiy simptomlar: yelka bo'g'imida uchraydigan simillovchi va siquvchi og'riqlar. Og'riqlar asosan qo'lni uzoqlashtirish va rotatsion harakatlarda kuzatiladi va hatto uyqu vaqtida ham yuzaga kelishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan bo'g'imda aktiv va passiv harakatlarni cheklanishi yuzaga keladi. Asosan bo'g'imni uzoqlashtiruvchi harakatlari cheklanadi. Qulflanish hissi va krepitatsiya. Qo'lni uzoqlashtirish harakati vaqtida qo'lni ko'targanda va uzoqlashtirganda noqulay ilinish hissi, qulflanish va shiqillash belgilari kuzatiladi. Kasallikni diagnostikasi. Kasallikni aniqlashda bir qator fizikaviy testlar o'tkaziladi.
Bemorga tekshiruv o'tkazishdan oldin bemorni ogohlantirish esdan chiqmasligi lozim. Sababi bexosdan harakat yelka bo'g'imida og'riq sindromini kuchaytirishiga sabab bo'lishi mumkin. Neyrotesti. Tekshiruv o'tkazayotgan mutaxassis bitta qo'li bilan bemorning kuragini ushlab turadi va ikkinchi qo'li bilan qo'lni yuqoriga to'liq ko'taradi va bo'g'imga bosim beriladi. Og'riq sindromi kuchayadi. Hokkinsa Kennedy testi. Yelka bo'g'imi 90 gradusga bukiladi. Tirsak bo'g'imidan bukilgan holatda qo'l ichkariga buriladi. Og'riq qissi paydo bo'ladi va Dauborn ravog'i qo'lni 60 gradusga uzoqlashtirilgan holatda va rotatsiyada yelka bo'g'imida og'riq paydo bo'ladi. Rentgenografiya tekshiruvi 45 gradusda polipozitsion aksial proyeksiyada o'tkaziladi va bu tekshiruvda akramion va yelka suyagi boshchasini oralig'idagi masofa o'lchanadi. Aytib o'tganimizdek, normada 7 va 14 mm ni tashkil qiladi. Mazkur patologiyada bu oraliq 7 mm dan kamaygan bo'ladi. Magnit rezonans tomografiya tekshiruvi. Bu tekshiruvda bo'g'im oralig'i va rotator manjetta muskullarining topografiyasi va muskullardagi jarohatlar aniqlanadi. Kasallikni davolash ikki xil bo'ladi. Konservativ davolash. Bu davolashda nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalarni tizimli qo'llash, glikokortikoid moddalarni lokal ineksion terapiya sifatida qo'llash, gialuron kislotasi bilan lokal ineksion terapiya o'tkazish, kontraprotektiv dori vositalarini qo'llash, miorelaksantlar va fizioterapevtik davo muolajalarini qo'llash. Ya'ni magnit, lazer, UVC va davolovchi fizikulturalar. Bemorlarda konservativ davo muolajalari yordam bermagan holatlarda va tungi og'riqlar mavjud bo'lsa, operativ davo o'tkaziladi. Yelka bo'g'imini subakromial dekompressiyasi va rotator manjet paylarini artroskopik plastikasi amaliyotlari bajariladi. Agar mazkur kasallik o'z vaqtida to'g'ri va adekvat davolanilmasa, quyidagi asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni yelka bo'g'imini surunkali og'riq sindromi va yelka bo'g'imidagi rotator manjet muskullarining paylarini degenerativ uzilishiga olib keladi. Agar sizda va yaqinlaringizda mazkur holatlar kuzatilsa, yaqin hududingizdagi ortoped travmatolog mutaxassisiga murojaat qiling. Rahmat.